Ko'pchilik funksiya qilishdan qo'rqadi, o'rni bitmay qoladi, doim teshtirib yuraman deydi-yu, lekin bu kateterlarni yechganimizdan keyin 2 soat, 3 soatda teshgan o'rnimiz bitib ketadi. U teshik hech qachon qolib ketmaydi. Mana bu 12 yosh bolamizda o'tkir yiringli pansinusit diagnozi 3D da ko'rganimizda hamma bo'shliqda yiring bor, gaymer bo'shliqlarining tabiiy yo'llari yopilib qolgan. Oddiy proiz usulida, ya'ni atsosda ko'kulatib yurganda yiring chiqmaydi, natija bo'lmaydi. O'sha maqsadda ikkala gaymer bo'shlig'iga funksiya qilib kateter qo'yib qo'yamiz, ya'ni kateter orqali yuvib bo'shliqni bo'shatamiz. Mana gaymer bo'shlig'iga mana shunaqa kateter qo'yib qo'yiladi. Buni qo'yishdan maqsad har kuni qayta teshmasligi uchun shu yerdan dori jo'natib yuvib, dori jo'natib qo'yamiz. Buni turadigan muddati 3 kundan 5 kungacha turadi taxminan. Xullas gaymer bo'shlig'i toza bo'lib, sovuschalar ishlash boshlagandan keyin olib tashlaymiz.